ular özlerining ishlarini qilaversin. Chunki mening sababimdan hech kimning ziyonga uchirmasligini, ko'ngilning yerim bo'lmasligini tilayman. Ansirama. Uni ber, uya va Sufarga texmi yaxshi xizmatlarning berilishini buyurayman. Bugundan boshlab sen mening kutubxonachim bo'lasan. Janoblari yuzarsini menga sovg'a qilib, endi o'zli oningdan intayin yaxshi foydalanyapti. Shundaq emasmi? Agar siz xohlamasangiz, Yuzarsif hech qanday ish qilmasin bo'ldi. Chaqchaqib qo'ydim. Yuzarsif bu sarayning hojisining xohlagan ishini qiladi. Har vaqt sizga shukr aytishi va bu yaxshi niyatimizdan foydalanib ketmasligi kerak. O cho'qim shundaq qila oladi. Shundaqmi, Yuzarsif? Men har vaqt Rabbimning huzurida sizlarga minnatdorlik bildiraman. Bu kütüphana ming bir mushaqqatda tayyorlangan bir xazinadir. Barliq kitoblarni ya men o'qiydim yoki Sufar menga o'qib beradi. Janoblar bugun kechda o'zlariga qaysi kitobni o'qib berishimni xohlaydi ekan. Bugun kecha menga bu kitobni o'qib berasan. Misrning kelgusini oldin belgili bo'ladigan kitob bu. Bu qo'lyozmani kimning yozganligini bilmayman. Mayli kimning bo'lsa, cho'qim o'qishga tegishli kitob bu. Misrning kuchi mangulik emas. Bu mamlakatda bosh ko'targan zulm bir kun oxirlashidi. Shundoq bir kun keludiki, Misrda o'lcham almashidi. Boy bilan kambag'alning turalg'usi almashidi. Bu o'zgarishlar qonliq bir urushdan keyin reallik aylanadi. Boylar saroylarini va qo'llarini yo'qotadi. İlah Amonga hech kim ishonmaydi. Xalq o'z-o'zini boshqaradi va men bu ishlarning bir kuni reallikka aylanadiganligiga ishonaman. Ammo zodi qandoq? Buni bilmayman. Nima o'ylayapsan? Yuzarsif, qani so'zla. Bu hodis meningcha ulug' bir kishi yoki ilohiy bir qutquzg'ich tarafidan reallik aylanadi. Faqat zolimlar va boylarning qo'lidagi kuch bilan Amon va uning hukmronligini ag'dirib tashlaydi. Shundaq. Bu kitobda yezligini faqat mush shaklda amniyatga aylana oladi. Meningcha, mushundaq bo'ladi. Sening yeshingga qaraganda aqling bek cho'ng. Bularni qayerdan bilasan? Meningcha, Amonga ishonmaganingga o'xshashla sen. Uningga dushmansan. Amon faqatli bir tosh. Toshga dushmanlik qilish
aqlli odamlarning qiladigan ish emas, efendim. Shundaqmi? Amonga ishonishga loyiq ko'mingininga o'xshash, dushmanlik qilishga loyiq ko'miding. Agar ulug' Kain Angikmaho bu gapni anglasa, cho'qim o'zini esib oladi. E'tiqodingni boshqalarga oshkorlama. Bo'libmi, Amonga ishonadigan Zulayxoga hargiz oshkorlama. Meni xato tushunmang. Sizning nimaga e'tiqod qilganligingizni so'rasam bo'lamdi? İlgari Amonga ishonatdim. Ammo hozir bilmayman. Buni hech kimga so'zlayolmayman. Men Amon ibodatxonasidagi koinlardan nafratlanaman. Bu nafratning sababini bilib baqsam bo'lamdi. İbadatxonaning kohillari bak buyruqvas va axloqsiz. Misrning shoni shuhratini biz chiqardik deb bilishdi. Bo'ldi, Yuzasif. Bugun shunchalik bo'lsin. Rabbim, barliq do'stlarim uchun sendan yaxshilik tilayman. Rabbim, Potifar, Zulayxa, Mimi Sabo va Uniparni to'g'ri yo'lga boshlagin. Rabbim, onamning ruhini xushal qilgin. Rabbim, dadam Yakup için sabır ve gayret dileymen. Qarindoshlarыңdan ayrılma oğlum. Diqqat qilgin. Bu ko'ynakni kiy. Ammo bu ko'ynak menga cho'ng keladi. Sana dal keladiganligini ko'rasan. Kiyib baq. Bilemem, ayrılış azabı onun bek ağır geldi. Bu azabını unutish için onunla yardım qilgin. Agar Yuzarsif bo'lmagan bo'lsa, sizlarni tamoketsizliklarga yoki tosh o'choqlarga avatgan bo'lardik. Yuzarsifning o'tinishi bilan Potifar tunugi menga sizlarga uyg'un ish tepishimni topildi. Endi sizlardan so'rab baqay. Qandaqroq ish qilishni xohlaysizlar? Menga bu to'g'riliq xabar berishinglarni umid qilaman. Biz bilmaymiz. Siz qaysi ishni loyiq ko'rsangiz
Dasturxon qoidalarini obdan bildiğin uchun Potifar bilan Zulayxaning tomoqlarining tayyor bo'lish ahvoliga sening mas'ul bo'lganligingni buyurayman. Sana kelsak, o'qish va yozishni bilganliging uchun tomoqlarning tarqatilishiga sen mas'ul bo'l. Bo'landi. Efendim, bizga qilgan yaxshiligingiz uchun sizga ko'p rahmat. Meningcha, yuzar siqqa rahmat aytinglar. Sening oshxona qilgudek ishing qolmadi. Sening ishlaringni Huya bilan sufar qildigan bo'ldi. Endi men bilan mang. Rahile. Men bek charchadim. Kalbim yara. Bunu körüp atamsan. Ballarım bana düşman bolup. Amanetke hıyanet kıldı. Men bu senin amanetinge hıyanet kıldı. Yusuf oğlumga layıkıdı göz kulak bulamadım. Beni geçir. Beni geçir. Böğrünün Yusuf'un yemigelliğini bilgen günden beri kalbim texim yarlandı. Onu öldürüp etkenmedi de bekli korktum. Sen teximi yaxşı bilirsən. Çünkü başka bir dünyada bizni körüp duruvatsan. Yusuf'un ahvalini bilip duruvatsan. Hey, sizlarcha u qayerga ketgandi? Meni chuqum Rahilaning qabrisini yo'qlik qilib ketdi. Qarindishinglarga nima qilganinglarni hozirmi yushirib atamsizlar, ha? Burun so'zildik-ku dada. Kashfovich takrorlab beramdiq. Bu yolg'on gapinglardan voz kechmamsizlar. Yusufni nadi bo'ri yegan bo'lsin, u nadi o'lgan bo'lsin. Sizlar to'qimig'icha hargiz apo qilmayman. Nega bordinglar? Anamning qabrisiga bordik. U yerda akam Yusufning o'lmaganligini angladim. Anang sana Yusufning o'lmaganligini aytib berdimi, ha? Yo'q, oq kiyim kiygan bir odam aytib berdi. Dadam uning o'lim farishtasi Azroil ekanligini aytdi. Sarang bo'pti u. Cho'llarda aylanib yurib, nima ko'rinyapti ko'ziga? Sarang bo'psizlar. Sizlar yolg'onchi. Sizlardan nafrat qilaman. O'zingni tutib ol. Sen bu yerdan ket. Dadimiz nayt to'g'ri etdi. Nemish qiraskatni aytishni xolamaysizlar. Chiqargan qaroringlar burunli xato edi. Bundan hech bir natijaga erishaolmadik-ku mana. Uzundan beri Yusuf yo'q. Shundaqdimi dadimiz yanada o'pma o'xshash. Yusufning o'rniga Bunyaminni qo'ydi. Alboki bizga amroq bo'ladi deb o'ylab ekanmiz. Yusufni dadimizni yiroqlashtirgandan keyin to'y qilganligimizni aytgan edinglar-ku. Ajiba. Vaqt kelmadimi, ha? Hozir bak kechikdik. Yusufni qaytaribmi kelamaymiz.
Agar ishimiz oshkorlanib qolsa, qog'ishdan boshqa hech nimaga erishamaymiz. Agar vaqa oshkorlansa, Kenan'da yaşıgıdekmi yüzümüz qolmaydi. Onun bir kelgündü ve ilahның düşmən ikənligini sözləңlər. Onu saraydan qovlash üçün bir bahane tepişimiz gerek. Qo'y boqadigan bir podachi bolaning Potifarning Isil sarayga hokim bo'lishiga aslo yo'l qo'ymasligimiz kerak. Texi tunugungacha tezaklarning ustida yotgan bir bolaning atlas va ipaklarni ko'rib ladidan oshqiniga hayron qolmasligimiz kerak. Kahillarga aytinglar. Saray xizmatkarlari bilan birlashib, Yüzarsifning haqiqiy yuzini oshkorlasin. Uning joyi bu sarayda emas. Salam sizga. Tünögün kecha Yüzarsifning boshqa bir tangriga duo qilayotganligini ko'rdim, xonim. Yanada biror haykal yo'qdi. Xuddi osmon bilan paranglashayotgandeklar. Ondaqda bu kecha menga ko'rsat. Yaqindan ko'rishni orzu qilaman. Bosh ustiga, xonim. Uni chalib qo'g'ida cho'qim bir narsa bor. Sarangdak o'z-o'ziga so'zlayotdi, xonim. Hamma odam Yusufni aqlli qamparasizlik deb ta'riflayotsa, sen uni sarang deysan-ku. Hay! Sen u yerda nima qilyapsan? Men xonim, men bu yerda quruq o'tlarni yig'yapman. Bularni elvatmasak gullarni qurtib bog'chimizni set ko'rsatib qo'ydi. Og'zingni yum. Ishingni qil. Yüzarsif sen nerede? Seni çağırvatmayın Yüzarsif. Sen nerede? Ne bo'ldi? Nima demoqchisa? Bugün kecha seni ko'zatgili keldi ekan. Kimlar? Karimama bilan Zulayxa. Ular seni boshqa bir tangriga ishindi ekan deb o'ylab, Kain va saroy xizmatchilarini sana dushman qilmoqchi bo'lyotdi. Sana keyin deb berman taxi. Men mangay. Hey? Qo'lingdagi nima? Sening uchun yig'dim. Men uchunmi? Men ya o't yemasam, o'tni nima qilaman? Undaq emas. Sen sababli yig'ishga majbur bo'ldim. Yana tushunmadim. Bo'ldi qil. Sen keyin deb beray. Sana shukr etman Rabbim. Meni dushmanlarning hiylasiga qarshi qo'g'dayapsan. Men ojiz va zaif bir bola. Sening yordamlaring bo'lmagan bo'lsa, yo'q bo'lib ketgan bo'lardi. Bilmayman. Balkim yerim kechida Tangirisiga ibodat qilgandir.
qulaylik bo'lsin, Yaqub. Rahmat sana. Bu yerga rastava uy solmoqchimisiz? Mening endi ballarim bilan birga yashig'im yo'q. Men har vaqt Yusufni saqlayman. Aytsangiz-chi, bu kutish qachongacha davomlashadi? Uni uzluksiz kutaman. Toki Yusuf qaytib kelguncha. Men mushu uyda yashayman. Ketgan yo'liga ko'zimni tikib. Bu yo'ldan ko'zimni uzmayman. Tamoq yegach, birdam aram elavering. Ma'qul. Shunda qilay. Bunyamin, kela balam. Sizce Yüzersiv birli iloh qilishadigan biri emasmi? Yo'q, hargiz undaq emas. Ammo men uning ko'k tanrisiga ishonganligini jazm qilyapman. Misr tanrılarini hech tanimaydi. Bir bala birli ilohning nima ma'nosi borligini bilmaydi. U qandoq tarbiyalansa, shunda harakat qiladi. Uning nimaga ishonib, nimaga ishonmaydiganligini belgilaydiganlar biz. Uningga tanrılarni va amunni tushundiring. İbadətxanaga bağınızda uni mobili ep bering. Misrning e'tiqod sistemalari bilan tanishib olsin. Yüzersivni esil kiyimler bilen bezep derhal yanımga kelinglar. Taxtiravan tayyorlansin. Uni elib shaharga boraman. Xonimga taxtiravan tayyorlanglar. Her vaqt hozirgidek ratlik va pokiz bo'l. Bugün texim güzelleşip ketibsen. Tang tushlaringdan intayin tez jon bo'lyapsan. Sizdan shundaqmi Xoniper? Yuzarsibning 11 yoshda ekanligiga ishonmak haqiqatan qiyin xonim. Bugün Taps va Amun ibodatxonasi bilan tanishishga boramiz. Qandaq deysan? Misrning koni dini va xalqning an'anaviy urf-odatlari bilan tanishishni arzu qilaman. Undaqda men bilanman. Züleyxa Yusuf'ni öz oğulda görüp köyünüdü. Nemi degan yaxshi? Sen ishingni qil. Yüzersiv, kel, bu yerda o'ltir. Men bu yerda o'ltirmay, piyoda mansam bo'lamdi. Nemishqa? Taxtiravanni yoqtirmamsan, Yüzersiv? Boshqalarning muyursiz o'ltirishni xohlamayman. Züleyxa xonimga itoat qilgan. Mansonlar bo'ladi.
O taraf Mağrib. Ölükler dünyası. Biz ölüklerimizni aşı Nil deryasının garip tarafiga kömemiz. Mağrib g'alati bir dunyodir. Biz o'lgan kishilar bilan birlikda kiyim-kechak, sharab va har xil tomoqlarni ko'mamiz. Bular o'limdan keyingi hayotida foydalanish uchundir. Ba'zida bir qancha xizmatkorni terlagandan keyin uningga xizmat qilsin deb o'lik bilan birlikda ko'mamiz. Badan chirgandan keyin qandoq kiyim kiyib, qandoq tomoq yeydi? Bu savolni so'raydiganligini biletdim. İnsan badani mumiyalanmasa o dunyoda chiriydi. Ammo mumiya badanni chirishdan saqlab qala oladi. Va o dunyoda ruh badanga qaytib kiradi. Ruh qaytib kelganda badan yangi bir hayot bilan uchrashadi. Shu chaqda yanada birga ko'milgan xizmatkorlardan yana foydalanishga boshlaydi. Buni tushundingmi? Qavrni yerib, terlaganlarni chiqarib bo'lmamdi. Qavr sirtidagi hayot, qavr ichidagi hayotdan texmi yaxshi emasmi? Men bilmaydi ekanman. Balkim shundoq bo'lar. Agar bu yerda yana turadigan bo'lsak, ularga taxtiravonni tushirishni aytdim. Ular bak yerib ketdi. Yo'q, mamiz. Ular buningga ko'nik. Ibodatxonaga. Bu yer Amon ibodatxonasi. Hozir Misrliklarning ulug' tangrisi Amonning uyg'onishi uchun o'tkaziladigan diniy marosimga qatnashamiz. Misr tanrisi Amon kechini uxlab o'tkazdimi? Shundoq. Amon va uningdan kichik bo'lgan ilohlar kechini orom olib o'tkazadi. Undaqda kechida bir qo'l ilohga duo qilmoqchi bo'lsa, qanday qiladi? Ularni kechini ilohlarga o'xshash uxlab o'tkazish kerak. Ilohlar qullar uchun ularga kunduzni ayirib bergan. Ichiga kiraylik. Faqat Misrliklar va Amonga ishindiganlar kira oladi. Faqat Misrliklar va Amonga ishindiganlar kira oladi. Qara Yuzarsif. Bu kahillar avval o'zidan Nil daryosida yuydi. Bir ozdan keyin ibodatxonaga kiradi. Kahillardan boshqasi ibodatxonaga asla kirolmaydi. Qo'llarida sut bilan uni yuyib pokizlaydi. Kiyimlarini almashtirib, uni zinnatlaydi.
eng xushbiroqlarni uningga chechib, uni qullarning cho'qinadigan holga aklab tayyor qiladi. Hech kim yolg'iz yoki boshqa yerda Amonga ibodat qilamamdi. Yo'q. Iloh Amonga faqat ibodatxonada, ya'ni uning huzurida ibodat qilib bo'ladi. Ammo men ilohning hamma yerda bo'ladiganligini anglagandim. Ey köklerge götürülgen ilahimiz Amon'un ulug' ruhi. Bu aciz kulunga, sana işengellerge, senin yolundu mangallarga cevap ver ulug' Amon. Sana işengellerinin tilgini icabet kılış üçün dünyaya kaytıp gel ulug' Amon. Tinchlik ve huzur içinde uyg'on. Ulug' Amon, sana sunulgan ve kurbanlık kılıngan bu yemekliklerinin manevi yüzüdün ye ve ulanı bu dünya üçün mukaddes kılgın. Oldu, muşunçilik bozu yeterlik. Bulanı ep getinla.
ko'ryapsan, shundaqmi Yuzarsif? Amon nima chiroyli xo'p ketganda? Onunğa işinadiganlar uning oltinlarini elib olmamdi. Yo'q. Hech kim bundaq qilishga hargizmi jur'at qilolmaydi. Ko'z quloq bo'lmasa, o'g'irlar uningga taqalganlarni elib olmamdi. Ammo siz Amonning kahillar tarafidan qo'g'dilganligini so'zlagan edingiz. Buning nima hayron qolg'uchilik bor ekan? Biz ega bo'lgan eng go'zal va eng qimmatli hadiyadir. Uni qo'g'dash majburiyatimiz bor. Qullarımdan bərəkət kəm bolmasun. Mən Amon qullarımның tiligini icabət qilish üçün kechilik aram edishimni qo'yib keldim. Mening irodam bilan kun chiqdi, ham hayot boshlandi. Endi ketinglar va iloh Amon uchun ishlanglar. Qaytib ishlanglar. Fakat sizlarga rizq bergan men va bergan rizqinglarga tashakkur aytinglar. Kechiring. Boyi so'zlagan Amonmi? Ko'rmadingmi? Albatta ko'rdim. Ammo bir tosh parchasi gap qilolmaydi. Amon bir tosh emas. Amon tosh shaklida ko'rinadigan bir ruhdir. Meni kechiring. Amon hech kimga muhtoj bo'lmaydigan bir kichik ilohdir. Ammo men uning nurg'un narsalarga ehtiyoji ekanligini ko'rdim. Uning aram elishga, kiyinishga, zinnatlanishga, yuyinishga ehtiyoji bordir. Hatto harakat qilish uchunmi kahillarning yordamiga muhtoj. O'zini qo'g'dig'ida kuchi yo'q, boshqalarning yordamiga muhtoj ekan. Uning bir yerga, bir makonga va nurg'un narsalarga ehtiyoji bor ekan. Mangan, yuyingan, so'zlagan, kiyingan bilan biz Amondan kuchlikmi Yuzarsif? Qani men ayta. Biz undaq emasmi? Odolada o'ltirib o'zimni intayin ojiz his qildim. O'zi kichik bir bola, ammo bek aqlliq. Bir muncha savollarga javob berolmadim. Hatto o'zimning javobi o'zimni qayil qilolmadi. U haqiqatan bek aqlliq bir bola. Anglagan bo'lsangiz, sizmi ishonmay qolatdingiz? Ansirman. Uni ibodatxonaga billab berib, uningga hammani o'rgitaman. Rostimni aytsam, Amonga qarshi meni haqiqatan gumonlantirib qo'ydi. O'chi o'linib ketdi eding, ha? Tamoq nerede qoldi? Qo'rsig'im shunda qashdiki, bir o'kuzni yolg'iz yeb turgandek turaman. Tamoq tayyor bo'ldi, efendim. Dadam sağam qayg'u kulgisi bitdi. Ammo yordam qilishimizga yo'l qo'ymadi.
Bu mening qayg'u kulbam. Ömrümning qolgan qismini mushu uyda o'tkazaman. Va uning uchun yig'layman. Bu yo'lning beshida o'g'limni saqlayman. Dada, siz Yusufning qaytib keldiganligini o'ylayapsizmi? Buning gumonim yo'q, qizim. Uni hammamiz birga saqlaymiz. Yusufni unutib ketishni xohlamamsiz? Qandoqmi unuta olay? Agar qazo qilgan bo'lsa, bir qancha kun hozir tutatdim. Ammo hozir qandoq ahvolda ekanligini bilmayman. Hozir nemish qilyapti? Beshig'a nima kun keldi? Qul savdogarlarga setildimi deb o'zimdan so'rayman. Uchiqdan ochiq o'zimni ayblayman. Bechora o'g'lim. U hozir nemish qilayotgandi? Nadi? O'zingizni tutib oling. O'zingizni tutib oling, Allohning payg'ambari. Söygan biri o'lib ketsa, uning qayg'usi bir kundala tugaydi. Ammo ayrilganning azobi mangu tugamaydi. Men sabrlik bo'laman. Va bu uchirish umidida bu ayrilishga chidashlik beraman. Arvan tayyormi? Shundoq efendim. Uni bilib turamsiz? Shundoq. Amon O'tabining xabari bor. Uni ham ibodatxonaga billa opiraman. Biror foydasi bo'lishi natayin. U oddiy bir bola emas. U yoshdagi bolalar yog'ochdek qattiq emas, balki akkili bo'ladi. Uning bilan paranglashsam, Misr dinining ulug' va muqaddasligini tushunib qoladi. Qandoq, tayyor bo'ldingmi? Potifar janoblarining buyrug'iga itoat qilishga tayyorman. Yozarsif, harbi xatarlik. O'zingga diqqat qil. Bosh ustiga. Ansirma, hech ish bo'lmaydi. Uni yenimda tutib, birga etmangdigan tursa. Sizmi o'zingizga diqqat qiling. Amonning askarlari buyruqvaz. Zo'rlik, zo'mburlik qilishni yaxshi ko'rdi. Mana bu ambarlar Amon ibodatxonasiga tava. Misr ashliqlarining zo'r bir qismi mana mushu ambarlarda saqlanadi. Rahiblarni to'yg'azmoq bas mushkul bir ish. Av ko'ygan bog'chilar va ayollar Amon ibodatxonasiga tavadir. Bu yerdagi bog'cha va ichidagi hayvonlarni burunmi ko'rgandim. U hayvonlarmi ibodatxonadagi rahiblarning qonini samirtish uchun beqiladi, balam. Bu xil ahvolda ibodatxonadagi rahiblar o'ziga biror kishining qarshi chiqishiga aslo yo'l qo'ymag'idek.
Amon qaysi hali bilan ularning manfaatini qo'g'day oladigandir. Amonda agash kishilarni muhofazat qilishning boshqa bir yo'li. Har inson farqli yo'llar bilan farqli shaylarga bo'yin egidi. Kimlar shon shuhratga, kimlar mol-mulkka, yana kimlar bir parcha nonga qul bo'ladi. Misr xalqining ko'pinchisi raiblarni nihoyat yaxshi biladi. Ularning yolg'onchiliklarini ham yaxshi biladi. Hurmatli ayolingiz Zulayxa, menga sizning Misr xalqiga ega bo'lgan ulug' hadiyalarni ko'rsatmoqchi bo'lganligingizni so'zlagan edi. Ammo siz Bo'ldi qaz. Men sana o qimmatli narsalarning ichi qop-quruq ekanligini ko'rsatmoqchi. Bu ya Misrning 3-tanrisi Amon-Hotepning sarayi. bular kim? Bular Misrliklarga ajab o'xshamaydi-ku. Bular boshqa shaharlardan kelgan elchilar. Ular Misr uchun yillik kirimini va sovg'a salomlarini ekan. Yillik kirimni? Ha. Misrning hokimiyat ostida bo'lgan bir qism shaharlar yillik kirimining bir qismini Misrga topshirdi. Misrmo bu shaharlarni boshqalarning tajovuzidan qo'g'dab turdi. Uni olmay turib, u yerlarni qo'g'dab bo'lmamdi. Bu kirim va qurollar bo'lmasa, Misr o'zidikini yetishtirib bo'lolmaydi. Ularga minnatdor bo'lishimiz kerak. Bu to'ygining Misr ibodatxonasining numussiz ablaqlari va maxsus muhofizatchilari. Sen bu yerda tur. Men hozirlik qaytib kelaman. Oldu, to'xta. Bu tarafga mar. Ularda darhol yo'lni assul. Janoblari nemishqi yo'lni to'sib oldilar. Darhol echvasilar.
yana bir qatim shaharda qalayim-qalchilik chiqarsang, senlarni qamchi bilan emas, qilich bilan bir taraf qilaman. Endi bunday qilg'ichi bo'lma. Oyog'ingga ezib ol. Gapimni esingda ching tut. Amon ibodatxonasi bu ahonatga bo'g'di qilmaydi. Аңыкмахоqda ibodatxona askarlarini tizginlasin. Bo'lmaydigan bo'lsa, Potifarning qamchisi hech kimni tonimaydi. Mayli. Aman ibodatxonasining yo'lsiz askarlarini ogohlantirmay bo'lmadi. Ular bakla hadidini eshib ketdi. Men bu sizga o'xshash jasur va kuchli bo'la olmaymanmi? Nemishqa bo'lamig'idaksan? Radomon seni yetaklasin. Urush texnikalarini o'rganmasang bo'lmaydi. Janoblari, Potifar 3-Amon o'tab bilan ko'rishish uchun saqlayotdi. Qudrat Shohim, Misr xalqining tanrisi va tangrilarning nuri Amun Hotepga salom.